ketdi. Bu torsiz ko'tariladi va tushadi. Signalchasi ham bor. Kovushni ochamiz va yopamiz. Kimgadir kerak bo'ladi, ekskavator o'rganmoqchi bo'lganlar uchun chapga, o'ngga, chapga tirsak o'zimiz olamiz va itaramiz. Bu yurgan payti bunga qo'yiladi, qo'zgan payti dabliga tagiga qo'yib, yana yursak orqaga yuradi. Xolosda. Bo'lsa orqa lapalarni ko'tarib tushirishi, avtogaz, aytib o'tganimizdek, multimediyasi, kompyuteri va gidravlikani to'liq bundan o'chirsak ham bo'ladi. Va tushguncha bundan cho'kib turamiz. Asosida ham yaxshi qo'yib qo'ygan ekan, udobni. E'tiboringizga 155 talik Honda ekskavator, yangi masla 168 ot kuchi ekan, 2025-yil viska ekan. Akalar, kimga mana shunaqa 155 talik, 140 talik hamda mini ekskavatorlar optim narxlarda kerak bo'lsa, pastda raqam qoldiraman, to'liqroq ma'lumot olib bemalol xarid qilsangiz mumkin.